O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 14-fevral 2025-yilda aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bandligini ta'minlash uchun moliyaviy yordamlar ajratish tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 64-sonli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, aholini tadbirkorlikka jalb qilish, aylanma mablag'lar bilan ta'minlash hamda ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar a'zolarining o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qilishga ajratiladigan subsidiyalar o'rniga foizsiz ssuda ajratish tizimi joriy etiladi. Aholi tomonidan qiziqish bildirilmagan, uzoq davr mobaynida foydalanilmayotgan va samaradorligi past bo'lgan subsidiyalar bekor qilinadi hamda bir-birini takrorlovchi subsidiyalar birlashtiriladi. Mahallalarning ixtisoslashtiruvi va driver yo'nalishlaridan kelib chiqib, kambag'al oilalarga tadbirkorlik hamda dehqonchilik bilan shug'ullanish uchun grant va foizsiz subsidiyalar ajratiladi. 2026-yil 1-yanvardan aholiga naqd pul shaklida beriladigan moliyaviy yordamlar bosqichma-bosqich ijtimoiy karta orqali ajratiladi. 2025-yil 21-martgacha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi markaziy apparati tuzilmasida subsidiya, ssuda va grantlarning samaradorligini baholash va muvofiqlashtirish boshqarmasi tashkil etiladi.